Kelinlar, meni eshitib qo'y. Ro'zg'or qilsam jannatga kiraman degan kelinlar. Erlik bo'lsam 100 ta obtov boshimdan nur sochadi deb o'ylagan xom xayollar. Yoki bo'lmasam birovnikiga borish faqat tug'ishdan iborat va erdi muhabbatiga sazovor bo'lishdan iborat deb sakrayotgan oq bilak kelinchaklar, bilib qo'y. Oilani seni dadang ham yasagan emas, onang ham yasagan emas. Masalan, biz magazindan sotib olmaganmiz, kitobga qarab yoki bir chevarda kursida o'qib to'qib olmaganmiz. Oila seni yaratilishing qanday hech kimga ma'lum bo'lmagan sir va sinoat ilohiyotdan iborat bo'lsa, oila ham Alloh tuzgan uyushma. Bu muqaddas ostona. Bu yerga kirganda